Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Kanalimda ko'rib turganimdan barchalarga xursandman do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Xo'p do'stlar, bu galgi videorolikimizda sizlar bilan radioni eshitib pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Dastur manzilimiz kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Dasturdan ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Shunchaki Google emallaring orqali ro'yxatdan o'tasizlar. Kirganlaringda o'zi Google akkaunt so'raydi. Shunda akkauntlaringni tanlasalaring o'zi avtomatik tarzda ro'yxatdan o'tadi. Hop, keyin tilni tanlaysizlar do'stlar. Kirganlaringda sizlarda ham mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda biz nima qilishimiz mumkin? Shunchaki radio eshitgan holda, qo'shiq eshitgan holda pul ishlashligimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bizdan hech qanday sarmoya talab qilinmaydi do'stlar. Eng birinchi o'rinda sarmoyasiz. Shunchaki qo'shiq eshitganimiz orqali pul ishlashligimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi ko'pchilik ish paytida qo'shiq eshitib ish qilishni juda yaxshi ko'radi yoki uyda o'tirib ham qo'shiq eshitib o'tiradiganlar juda ko'p do'stlar. Shunga mana shu dasturni topib qo'ydim. 100% sarmoyasiz va 100% to'laydi do'stlar. Hop, kirganingizda sizdan ham mana shunday oyna ochiladi. Reklama, bunga bossangiz reklama chiqadi. Reklamani ko'rib bo'lganingizdan so'ng o'zi avtomatik tarzda aytishni boshlaydi. Shundan so'ng ekronni o'chirmasligingiz kerak bo'ladi va internetni ham o'chirib qo'ymasligingiz kerak, chunki internet orqali ishlaydi do'stlar. Juda ham yaxshi sayt. Barchaga tavsiya etib qolaman do'stlar sayt dasturda. Hop, bu yerda referensiya bo'limi bor. Bu yerda o'zingizni referensiya silkangizni olishingiz mumkin. Hop do'stlar, mana shu dastur haqida videorolik qilib Instagram, YouTube, Twitter, Facebook ijtimoiy tarmoqlaring orqali reklama videorolik tayyorlab mana shu yerdan hop do'stlar mana shu yerdan jo'natishlaring mumkin. Bu yerda Telegram, Instagram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlari bor do'stlar. Bu yerda do'stlar 5 ta odam chaqirsangiz 10 sent beradi, 10 ta odamga 15 sent, mana shu tarzda ketaveradi do'stlar. Bunaqa dasturlardan juda ham ko'p marotaba pul chiqarganman do'stlar. Bu yerni ko'rdik, liderlarni ko'rib chiqamiz. Bu yerda do'stlar lotereya bo'limi bor. 13 soatda o'ynaladi. Bizda lotereya yo'q, hozircha 56 ta odam qatnashyapti ekan. Hop do'stlar, bu yerdan o'zingizni referensiya silkangizni topishingiz mumkin. Spiska bo'limidan qancha odam chaqirgan bo'lsangiz, shularni ko'rib olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, keyingi bo'limdan do'stlar pul chiqarishimiz mumkin. Vivesti tugmasini bosamiz. Bizda asosan Binance bor. FK Wallet ham ishlaydi. Yana do'stlar, yana boshqa ham yo'llari bor. USDT, Polygon ham bor do'stlar. Asosan Binance'ga 35 sentga chiqarib 0.35 sent bo'lish kerak hisobimizda. Keyin bizdan pul chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi pul chiqarganimizda do'stlar bizdan screenshot so'raydi. O'z yuzimizni tasdiqlashimiz kerak. Shundan so'ng odam ekanligimizni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Bir marta tasdiqlaymiz, qolganiga umuman tasdiqlashimiz kerak emas shuni. Hop do'stlar, bir marta shu yuzni tasdiqlash so'raladi. Shundan so'ng qaytib so'ramaydi do'stlar. Hop, hozircha shu profil bo'limidan o'zingizga kerakli bo'lgan nastroykalarni tanlab olishingiz mumkin. Yuqorida bonus bo'limi bor. Reklama ko'rishimiz kerak. Reklama ko'rganimizdan so'ng bizga ma'lum bir miqdorda bonus beradi do'stlar. Hop, dasturni barchaga taklif etaman. Dastur 100% to'lovda. Shunchaki kirib, qo'shiq eshitib pul ishlashligimiz mumkin bo'ladi. Yana bir dasturimiz bor. Jonli efir qilgan holda bunda ham pul ishlasak bo'ladi.
Hop do'stlar, bu dasturimiz Popolive dasturi. Bu dastur orqali asosan qizlarimiz, ayollar ko'proq foydalanar ekan. Bu dastur manzili ham kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Bu haqida ham alohida videorolik chiqadi do'stlar. Bilishni xohlaganlar kommentariyaga yozinglar. Ko'pchiligi lekin qizlar ekan, bolalar ham bor, unchalik ko'p emas, lekin asosan qizlar do'stlar. Battle o'ynab pul ishlashingiz mumkin ekan do'stlar. Bu haqida ham ma'lumot berishimni istasangiz kommentariyada fikringizni qoldiring. Va bizni YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Bizning YouTube kanalimiz va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar, barchalaringdan so'rab qolaman. Hozirda do'stlar YouTube kanalimizda 80-90% odam bizga obuna bo'lmay ko'ryapti turgan ekan. 88% odam obuna bo'lmay ko'ryapti do'stlar va 74% odam bepodpisчик ko'ryapti do'stlar. Shunday podpiskani yoqib qo'ysalaring xursand bo'lar edim do'stlar. Bu bizga qo'llab-quvvatlash bo'ladi. Xo'p do'stlar, barchalaringga rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. Kelgusi videoda ko'rishguncha do'stlar.